Alloh taolo aytayaptiki, hey, sen o'zingni oqlab o'tirmagan. O'sha kuni kim yaxshi yomonligi bilinadi deyapti. Bu dunyoda qo'yvor deyapti. Sen yomon desa ham indamagin deyapti. Sabr qilgin. Tortishma, urushma. O'sha kunda bilinadi, sabr qilgin. Bilan kim haq, kim nohaq, kim halol yegan, kim harom qilgan, kimni qalbida iymoni bor, kimmikida yo'q. Alimat nafsum ma qaddamat va akharat. Avvalgi yo'q, keyingi hammasini ko'rsatib qo'yaman. Shoshmagin bandam deyapti. O'zini oqlaveradi. Oqlamang, Allohning oldida ertaga oqlashga harakat qiling o'zingiz. Men yaxshiman, men unaqaman, men yomonman deyish bir yomonmiz. Yomonmiz. Yaxshi emasmiz.